Yo'qot ko'zimga ko'rsatma. Otasi katta qimorboz ekan buning. Oyjon, men unaqa emasman. Prosta orada sport o'ynab turaman. Yo'q, majburlamayman-ku. Voy, bo'pti, boring, idishlarni yuving. Idish yuvishdan bitta sport o'ynaylik. Kerak emas, kelin. Bitta qiziqishki o'ziki. Yo'q dedim, kelin. Bitta dala. Kerak emas dedim-ku, kelin. Bopladingiz kelin mana bu sasishani. Men bilan bir karta o'ynamaysizmi? Balki kerak emas Radajon. Dilaytirasiz. Mayli. Kim kirg'izman bu betamizni? Kim yo'qol uyimdan? Nima qilyapsan? O'chir ovozingni. Hozir bu kiyim trendda ekan. Oshga boraman. Ada, Endi yutqizib qo'ygandan keyin tozalaysizlar, qo'shnilar keyingisi. Voy, shuncha odam bor ekan. Oyjon keyingisini nimadan o'ynang? Shu basseyn tozalashdan o'ynang. Kim basseyn tozalashdan o'ynaydi? Kelin, qayerda oldingiz buncha ketgani? Bolaligimdan qolib ketgandi, oyjon. Kenaya keling, yana ketga olib keldim, oynaylik. Umid aka kecha zonzonzik o'ynagan edik, magazinga chiqib kelishdan yutqizuvdingiz. do'konga ham chiqib keldim. Etgan shampunini ham olib keldim. Mana Trichap sochlarni sog'lomlashtiradi, kuchlilashtiradi va uzunlashtiradi. Mashina o'zimni ham mana bu soch to'kilishiga qarshisi bor edi, tugab qolgan ekan, o'zimga ham oldim. Lekin rostdan mashina ishlatgandan keyin sochim to'kilishi ancha kamaydi. Eng qizig'i bu sulfat Hindistonniki ekan. Ko'cha supurishdan ham bitta dononzik o'ynayveramizmi? Ya sen bilan hech nimadan sporlashmayman, bor yo'qol. Asalim, kelin choy qo'ying. Qizim ketdi, bir haftaga keldi qizim. Qizim, senga shirinlik. Qayerga ketyapsan? Hali bir soat ham o'tirganing yo'q-ku. Keliningiz bilan uyga ketishdan karta o'ynagan edim, yutqazib qo'ydim. Kelin, yo bu otatingizni yig'ishtirasiz, yo bo'lmasa onangizga ketasiz. Onamnikiga ketaman, ketdi-unda onamnikiga ketishdan karta o'ynayveramiz. Endi bir kami o'zimni uyimdan ketishim qoluvdi. Shuncha yuk bilan qancha ketyapsiz o'zi, Kenaya? Onamnikiga.